Og'zini ochamiz. Mana bo'ldi. Mana. Pul sasib ketibdi. Buni sasishning sababini nimadanligini bilasizlarmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga bu sasishni nimadanligi qanday davolashini ko'rsataman. 2 kun oldin yomg'irda qolib ketib qolibdi. Kechqurun ishi bekilib qolgan, men kelganimcha ichida yomg'irda qolib ketib qolgan. Buni oqib bo'ladi ikkala jo'jani ham. O'zi buni sasishni boshlabdi. Jo'ja boqqanlar biladi. Buni tuzatish yo'lini hozir men sizlarga ko'rsataman. Videoni ko'rishdan oldin bitta mana shu videoni o'zingiz uchun обязательно saqlanib qilib oling. Like-ni bosib, repostni bosib turib, samolyotga bosib turib, yangi parvoz aka-ukalarga jo'natib qo'ysalaring, chunki ular ko'pchiligi bilmaydi. Buni bilgan bor, davolashni bilgan biladi. Lekin bilmagan odamlar bilib oladi. Bu kasallikni davolashning yo'li oson. Bizga kerak bo'ladi Kinflox, veterinarda sotadi, Inflox degani ham bor. Mana shundan 1 gram tortamizda 1 gram suv tortamiz. Ikkalasiga ham, endi bundan ham bor, bundan ham bor. 1 gramdan ichkizdiramiz. Agar mabodo bundan topolmasalaring, odam aplikasida uni bor. Ili pensilin, ili Ceftriaxone. 10 gram daq suvga eritib turib, 2 gramdan 2 mahal 5 kun yoki 7 kun lecheniya qilamiz. O'zi ichmaydi, shpritga tortib turib, yana olamiz. Og'zini ochamiz. Mana bo'ldi. Mana. 1 gramini ichkizdirdik. Achchiq dori bo'ladi-da, og'izlarini ochib oldi, qarang. 2 mahal yo 5 kun yo 7 kun. Qiling, bunning oqishi ham, bunning sasishi ham hamma yo'g'i tugaydi. O'shaning uchun sizlarga aytaman. Obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar deb. Hamma foydali videolar mana bizning profilimizda. Videolarni bir qator shunday ko'rib chiqsangiz, jo'ja boqishni xolos bo'lgunicha noldan qanaqa boqish, nima qilish, kasalliklar hamma yo'g'ini o'z videolarimni ko'rib borib o'rganib olasiz. Shuning uchun jigar bitta tugmachani bosib obuna bo'lib qo'ying.